eng arzon ekanimiz, arzon narxda Spark avtomashinamiz keldi. Ikkinchi pozitsiya mexanikasi. Egalar mana yurgan mashinalar ekan, tashqi kursga $50, $100 sarf qilsani tiniq holat keladi. Salon qismlari, to'rtta balolar, yaxshi holatda, salonlarni ham ko'rishdan ko'ra akkuratniy ekan, Lexus salonlari. 2015-yil ABS konditsioner, hamma narsasi bor, mexanikasi. Salon qismlari haqiqatda akkuratniy ekan. Toza rollari, radno chexollar, barlari, 3D ko'rilari, test monitorlari, video registrator, magigar pult, hamma narsasi bor ekan. Benzinda yurgan mashinamiz umuman gaz o'rnamagan. Ustlar ham bir tekisda chiroyli holatda turibdi. Bitta chiroyli chiska polirovka qildirib, muhurlarga tegizadigan joydan tegizdirib olsani zo'r holat keladi. Shu joyda ishqalangan joyi bor ekan. To'ldirib qo'yishdi. Boshqalardan qildirib olsani zo'r holat keladi. Kapotda uchida ham nuqson joyi bor ekan. Qolgan joylar top-toza, motor hadovolar umuman ishlari yo'q. O'zim ham haydab ko'rdim, haqiqatda zo'r yurishlar. Narxi ham zo'r narx bo'ldi. Faqat bo'ladigan narxini aytdi. 50 so'm, 100 so'm pulga o'zini chiroyli mashinani zo'r qilib olsani bo'ladi. Bo'ladigan narxi $5350 ga beraveramiz ma'lumotchi mashina Namangan